Şefim assalomu alaykum. Menga 2 kunga ruxsat berasizmi? Tishim og'riyapti. Doktorga borib kelay. Patenting bormi? Yo'q, 2 kun o'tib ketgan. Shunda nima qilasan gortga chiqib, hozir mentla o'sha tiqib qo'yadi. Nima qilayman? O'laymi? Kavak bo'lganmi? Ha. Banyati shifo deb nos tiqib qo'yasan. Nos? Ha, ota-bobolarimizdan qolgan. Banyati shifo deb kavakka tiqib qo'yasan. Yaxshi bo'lib ketadi. Jasur akada bor nos, Jasur akada. Nosdan qo'yamiz, cho'tki bo'ladi. Ana shifo. Ha? Qalay? Og'riq bormi? Ha, nima bo'ldi? Boshlandimi? Nima boshlanadi? Qornim og'riyapti. Men ham shu og'riqni aytaman. Ha, og'riyapti. Ha, nima bo'ldi yana senga? Shefim qornim og'riyapti, shaharga doktorga chiqib kelay. Seni bilmaysan-ku, doktorga borib nima deysan hozir sen? Qornim og'riganiski deyman. Senga ko'z tekka o'tgan kuni shaharga chiqqaningda, hozir bitta silayma o'tib ketadi. Sen bor, chop, non olib kel menga. Hozir olib kelaman. Sumbul sochidan kirgan bo'lsang chiq, qalam qoshidan kirgan bo'lsang chiq, Alyonadan kirgan bo'lsang chiq. Qalay, bormi og'riq? Borayman, boshim og'ritman, aktarib kelay. Og'aymadi-ku. Sen befarosat buxanka non olib kelgansan-da. Ha, qanaqa non olib kelay? Oq tandirda yopilgan non olib kelishing kerak edi. Men senga aytdim kecha, ichmaylik dedim. Ichaylik deding. Nachalnik, tomog'im og'riyapti. Iltimos ruxsat bering, doktorga borib kelay. Sen chalapala tug'ilmaganmisan? Tomog'ing og'risa marojniy ye. Marojna sovuq-ku. Nima bo'pti? Sovuqni sovuq kesadi. Ota-bobolarimiz shunaqa qilgan. Yaxshimisan, jo'ra? Marojniy yedimi bu? Ha, tushundingizmi? Mana ovozi chiqmayapti. Bu tamom bo'pti. Doktor-poktorga olib bor, o'lib bo'lib qolmasin bu. Yur. Shunga ishonma, yur. Ketdik. Xonada chivosni patlattık. O kız bir meni xalabdı. Men tapdım başkasını. Tatlım senden yaxşısını. O men başqacha men. Sevaman bilaman vazgeçaman. Sana ne tapamayı